Xullas savol berishim. Nechta savoling bor? Nechtasiga tayyorsan nima? Xullas savol emas bu. Bu juda tarmoqlanib keladi. Hammasi tarmoqlanib ketaveradi. Xullas 8 ta anaqa bor. Punkt bor. Hammasi tarmoqli. Birinchisi maxsus kollej hajmida elektrotexnika qoidalarini bilishi degan bo'lim. 4-guruhga ega bo'lgan 4-guruh elektr xavfsizligi bo'yicha 4-guruhga ega bo'lish uchun xodimlar kollej hajmida elektrotexnika xavfsizligi, elektrotexnika ma'lumotiga ega bo'lishi kerak. Elektrotexnika ma'lumoti nima u? Elektrotexnika ma'lumoti haqida birinchi punktimiz o'sha. Uni yozib qo'ygan. Birinchisi nima degan? Xullas tok nima, kuchlanish nima, qanday hosil bo'ladi, qanday ishlab chiqariladi? Tok haqida hamma narsa-da. Tok haqida hamma narsa. Asosan o'sha elektrotexnika. Xullas men sizga tokda hozir qanday ishlab chiqarilishini, tok turlarini, tok kuchi nima, o'ng qon nimaligini aytishim kerak. Bunga qarash shart emas. Bo'ldi. Birinchi mavzumiz shu. Ikkinchi mavzumiz Uni yoddan aytishing kerak. Qurilmalarini ishlaganda mavjud xavflar to'g'risida to'liq tasavvurga ega bo'lishi. Elektr qurilmalarda ishlaganda mavjud xavflar to'g'risida to'liq tasavvurga ega bo'lishi. Elektr qurilmalarda ishlaganda mavjud xavflar to'g'risida to'liq tasavvurga ega bo'lishi. Aynan qurilmada ishlayotganda qayerdan xavfli, qaysi qismi xavfli, o'sha haqida demoqchi. Men shunaqa tushundim. Xullas, o'shani bilishing kerak ekan, o'sha xavf. Men sizga hozir qani o'sha xavf qayerda? Masalan, mana elektr qurilma. O'sha xavfda nechta bor? Yo'q, buni siz bironta joyda men kitobdan yozilmagan bu elektrotexnika degan narsa bu kitobda o'zida ham yo'q. Bitta bironta mavzu bitta kitobda yozilmagan. Buni o'zingiz topib olishingiz kerak. Ekanda endi men shunaqa xullas topish kerak. Mana qurilmada ishlaganda nima xavf bor shu yerda? Uzoq muddat ishlaganda kabellar bukilib o'sha bukilgan joyidan qisqarib toshiq hosil bo'ladi. O'shanisi xavf. Xuddi shunaqa, любой qurilma, masalan, zavod holatida qanaqa xavflar bo'ladi. Buni sizga aytishim kerak, men sizga tok qanday ishlab chiqarish haqida aytib berishim kerak. Gapira, eshityapti. Men anoniga vazifa o'tir. Sen bering, keyin eshitaman. Yoki Murodni siz qo'lingizga berib qo'yishim kerakda, men tekshirib turasiz. Tezroq beringlar, tez sartsaz qiling, uni bering, meni tekshiring. Unga oldida o'tirish shart emas. O'zim turmas qilmayapman. Sen gapir, seni eshitiraman. Ona tilini ol. Xo'p, tekshiradigandan sizga endi qiziq emas, mana tekshirib o'tirishingiz. Yozgin deb qo'yibdi. Nomada 15-chi. Siz vazifangiz nima? Siz bular haqida ma'lumot ega emas, to'g'rimi? Ma'lumot ega emassiz. Men shu darajada bo'lishim kerak, buni sizga o'rgatib olishim kerak. Shunaqa sharti ham bor-da kitobda. Birinchi tok urganda birinchi yordamni o'rgata olishi degan. Siz bilmaysiz, men diqqatni eshiting, men sizga o'rgataman. Xullas tok urganda birinchi yordam. Xuddi bir tok urganda, masalan, odam tok urdi. Birinchi qiladigan ishimiz uni tokni ta'sirdan ajratib olish bo'ladi. Avvalo o'zingizni shunaqa yozganman, avvalo o'zingizni himoya qilishingiz kerak. Elektrik maxsus himoya vositalari bilan o'zingizni elektr tokida ta'sirga tushib qolmasligingiz uchun himoyalash. Qanday? Qo'lingizni qo'l bilan yoki umuman ochiq qo'l bilan tokga yoki tok urgan odamga yaqinlashmaysiz. Maxsus kiyim kiyasiz yoki elektrik material bor. Yog'och, rezina, plastmassalar bilan o'sha odamni tok ta'siridan ajratish kerak bo'ladi. Keyin tok urdi yoki masalan yana qanday holatlarda tok urishi mumkin?
Xullas tok urgan odamni tokni ta'siridan ajratish birinchi ishimiz. Keyin uni holatiga ajratib olgandan keyin agar yuqori kuchlanishda urgan bo'lsa, o'sha koma holati, shunaqa har xil kuyish holati bo'lishi mumkin. Shok holati bo'lishi mumkin. Har xil holatlar bor. O'shanga baho berasiz, mana holatiga baho berasiz. Pulsni tekshirasiz, baho berasiz. Agar sog' bo'lsa, masalan, o'zini tutib turgan bo'lsa, shokda bo'ladi, unga issiq o'rab qo'yish kerak bo'ladi. Agar pulsi bo'lmasa, unga yurak massaji, sun'iy nafas berish kerak bo'ladi. Sun'iy nafas qo'l bilan keng tekis joyga yotqizib qo'yasiz, tok urgan odamni. Bu haqida yozganmanmi? O'qing diqqat bilan. Agar siz tushunishingiz kerak, keyin menga tushuntirib olishingiz kerak-da. Shunaqa sharti shunaqa. Diqqat bilan eshiting. Yozing. Keyin siz unga yurakni massaj qilib sun'iy nafas berishingiz kerak bo'ladi. 30 marta yurakka bosib, 2 marta sun'iy nafas berasiz. Shunda bu 1 daqiqada 100 taga 120 martaga to'g'ri kelishi kerak. Shunda 1 sekundda 2 marta yurakka urib, 30 marta urasiz. 2 marta sun'iy nafas berib, 1 sekundda 30 marta necha sekundda ana bo'ladi. Xullas yurak massaj qilish kerak. Keyin bir vaqt o'zida yoningizda odam bo'lsa, ahvoli og'ir bo'lsa, tez yordamga chaqirishingiz kerak bo'ladi. 103 ga telefon qilish kerak bo'ladi. Keyin unga masalan kuyish holatda jarohatlangan bo'lsa, odam unga terisiga mas surtish, suv surtish, nima? Tish pastasi, moy surtish mumkin emas. Uni quruq latta bilan o'rab qo'yish kerak bo'ladi. Yana nima? Tok urganda birinchi shok holatda bo'ladi. Uni issiq tutish va tinchlantirish kerak. Odam shok 11-ekan. Odam shok holatda bo'ladi. Uni issiq tutish va tinchlantirish kerak. Bir chekkadan ko'chirib olyapman. Endi bu qadarni ko'chir. Pastga qarab ko'chir. Shu. Qani, yaxshimi? Bilasizmi? Shunday aytib bera olsam, aytib bergan uchun bo'lardi. Men tushunib oldim o'sha buni. Ikkinchisini aytsam endi. Tushuntirib berishingiz kerak. Buni tushunman. Bu osonroq ekan. O'sha endi mana hozir elektr toki kuchlanish, qarshilik haqida aytishim kerak. Aytib, xullas elektr toki nima degan savol. Men bu rozetkadagi tok o'zi nima bu degan savolga javob beraman. Nechta turi bor? Toklar turi ikkita turi bor. O'zgaruvchan, o'zgarmas. U qayerda ko'rishimiz mumkin deysiz? Mana telefonda akkumulyatori, mashinaning akkumulyatori, telefonning batareykasi, soatning batareykasi bular o'zgarmas kuchlanish hisoblanadi, o'zgarmas tok hisoblanadi. Ular nega o'zgarmas? Undagi elektr toki vaqt birligi ichida davri o'zgarmaydi. Vaqt birligida davri o'zgarmaydi. O'zgaruvchan tok teskari, vaqt birligida doim o'zgarib turadi. Shuning uchun o'zgaruvchan tok. Mana bu hozir bizga kelayotgan 220 kuchlanish tok doimiy o'zgarib turadi. 200, ba'zida 180 bo'lib keladi, ba'zida uni ustiga uni chastota degan narsa bor. Tebranib keladi. Tebranish unaqa. Keyin yo'nalishni ham o'zgartiradi elektr o'zgaruvchan tok. Xullas, o'zgaruvchan tok. Savol tok. Bir 220 dan o'zgaruvchan tok bor. Men uni o'zgarmas tok zaryadga qo'ydim. U o'zgaruvchan kelib qolsa, pasayib kelib qolsa, faza tok kamayib ketdi deymiz. Shunda bu ham kamayadimi? Nimani hisobi kamaymaydi deyishim mumkin. Nimani hisobiga kamaymaydi? Nima? Zaryadkadagi. Zaryadkadagi nima? O'zgarmas tok. O'zgarmas. Qarang. O'zgaruvchan tok, o'zgarmas tokdan manba olyapti. Bu o'zgaruvchan. Bu o'zgardida sanki pasayib keladi deyapsan hozir. Bu pasayib kelsa, bunga ta'siri bormi yo'qmi? Yo bir xilda turaveradimi? Bu pasaysa ham pasaymaydimi? O'zgargani katta o'zgarmaydi, standart bo'lib keladi. Qarang, o'zi 190 dan 250 gacha ham normada, eshityapsizmi? Qarang.
o'zi 220 volt deyiladi. Hamma joyga 220 volt deb kuchlanish yozib qo'yadi-da. O'zgaruvchan 220 volt kuchlanish bu standart. U 190, 250 ham bo'lib kelishi mumkin kuchlanish. Bir xil kuchlanish bo'lib turmaydi u yerda. Bu o'sha qurilmalar, masalan, xolodilniklarga 190 volt ham ishlaydi, konditsionerlarga 190 volt ham ishlaydi degan, past kuchlanishda ham ishlaydi degani. Masalan, nega past kuchlanishda ishlaydi deb yozyapti. Bu mahallada masalan hozir bizga stalobadan kirib kelyapti-ku. Oxirdagi odamga, masalan, eng boshdan odamlar ulanib olgani uchun oxirdagi odamga kuchlanish pasayib ketadi-da. O'shanaqa uylarda kuchlanish past uylar bo'ladi. O'shanaqa uylarda ishlash uchun shunaqa odamlar, shunaqa uyda kuchlanish past bo'lgan odamlar havo muzlatgich, konditsioner yoz. Endi siz aytyapsiz, ana qilmaydimi? Nima dedingiz? Ta'sir qilmaydimi? Qarang, u masalan telefon zaryadga qo'ydikmi? Rozetkadagi o'zgaruvchan tok, telefon zaryadka batareykasi o'zgarmas tok. Ichidagi blok pitaniyasi o'zgaruvchan tokni o'zgarmasga kuchlanishni pasaytirib, turini o'zgartirib beradi-da. Transformator bor ichida. Transformator vazifasi o'sha kuchlanishni pasaytirib beradi. Chunki hozir 220 bo'lsa, u yerdagi kuchlanishni 12 qilib beradi. Ya'ni o'zi yozgan bo'ladi. O'sha sirtiga necha kuchlanish chiqadi, qancha kuchlanish amper tok beradi, yozilgan bo'ladi. Necha watt tok beradi. Kuchlanishni pasaytirib, turini o'zgartirib beradi. O'zgaruvchanni o'zgarmasga aylantirib, o'sha akkumulyator qanday zaryadga olish kerak bo'lsa, shunaqa zaryad. Hamma qurilma notebook ham shunaqa zaryadga oladi. Akkumulyator boshqa hammasi shu blok pitaniyada tranzistor, diod, transformator degan mikrosxemalarda o'sha o'zgaruvchan tokni o'zgarmasga aylantirib beradi. O'zgarmaydi, agar siz aytyapsiz-ku, kuchlanish pasayib ketsa ham o'zgarmaydi bu bo'ladi. Kuchlanish pasayib ketsa, masalan, juda 10 bo'lib ketsa kuchlanadi. 10 bo'lib ketmaydi asli, agar faza tok kelayotgan bo'lsa 10 bo'lib ketmaydi kuchlanish. 10 bo'lib kelayotgan sababi ikkita faza kelib qolgan bo'lishi mumkin. Shunaqa vaziyatlarda biz ishxonada 40 kelib qoladi. U 40 kuchlanish degan ikkita faza, ikkitasi ham fazada. Shunaqa vaziyatda ikkita faza 40 ko'rsatadi. Kuchlanish degani o'zi nima? Kuchlanish bu elektr tokini quvurdagi suv misolida tushuntiramiz. Qarang. Quvurda suv o'tadi. Tartibli harakat qilish kerak. Zaryadlangan zaryadchilar tartibli harakat qilish kerak. Quvurda suv o'tadi-ku, turbada suv. Agar quvurdagi suvni elektr toki desangiz, unga berayotgan bosim bor-ku, davleniya, kuchlanish. Ichidagi suvning zarralari u elektr toki. Keyin qarshilik bor. U turbani quvurdi anaqasini keng uchini qisqartirsangiz, suv qiynalib o'tadi, to'g'rimi? O'sha u qarshilik. Misolida tushuntirsa bo'ladi. Xuddi bir xil shu suv bilan ariqda suv qanday oqsa, elektr toki ham o'sha simlarda shunday oqadi. Kuchlanish bor, u yerda bosim o'sha elektr tok zaryadlangan. Elektr toki kuchlanishda unaqa belgilarini yoddan bilasanmi? Elektr tokini belgisi I belgisi belgilanish, ularni yoddan bilaman. Kuchlanish belgisi V katta ular. qarshilik belgisi R. Bosim qayta aytilgan narsalarda, masalan, pastda nima jiddiyroq mavzu bor. tok haqi. Kirchhoff qonunlari bor, birinchi, ikkinchi qonuni. Tok kuchiga va kuchlanishga bog'liq ikkita qonun bor. Birinchi qonuni tugunga kiruvchi tok kirgan va chiqqanni algebra yig'indisini o'rgating. Shunaqa joyini o'qiyapsizmi? Tugunga kiruvchi va chiquvchi tokning algebra yig'indisini o'rgating. Tugunda tok qolib ketmaydi. Kirgan tok chiqib ketadi va hammasi sarf bo'ladi degan ma'no. Masalan, sen Krigorov qonunini aytyapsanmi? Birinchi qonunni aytyapman. Mana ikkiga endi qara, mana shu aytyapsan-a, uni yodlab oldingmi yo'qmi? Уже tasavvurda ham bormi? Tugun nima? Masalan, anaqa bormi? Ha, mana. Korobka, o'sha tugun. Bitta faza keladida, 4 taga taqsimlanib ketadi. Mana hozir uyimizga tok kirib kelyapti. Keyin 4 ta xonaga taqsimlanib ketyapti. O'sha tugun. O'shan kirgan tok chiqqan. Masalan, birta tok kirdi, 4 ta tok chiqib ketdi. Shundan nima chiqib qoladi? Tugunga kiruvchi va chiquvchi tokning algebra yig'indisini o'rgating. Ha, to'g'ri, men ham tushunmayapman. Tugunga kirayotgan toklar yig'indisi, undan chiqayotgan toklar yig'indisi. Bir xil kirib, bir xil chiqib ketadi demoqchimi?
Bunga Mana masalan tugun bo'lsa, tepadan kirib stolbadan kirib, uyingga taqsimlanyapti. mana Bu bilan kirib kelgan bilan bu bilan tengmi demoqchi? shunaqa deyapti. Bemalol deb aytdingizga biz qonun hujjatga olganmiz. Tugun. Mana asosiy kelayotgan faz mana shu yerdan kelyapti-ku bizning uyimizga. Kiruvchi. Mana u keyin taqsimlanadi. Bu oshxonaga, bu uyga, nari bu uyga. Mana shu tugun kuchlanib kelyapti. 0 to'g'ri ketaveradi. 0 doim to'g'ri ketadi. Bundan bitta oladi, bu bitta 0 urinadi, bundan urinadi. Mana shu yetayotgan narsa 1 amper tok kiryapti. Tugunga kiruvchi tokning chiquvchi toklarni algebraga yig'amiz noldan teng. Yana bitta savol kelib qoldi. Qara, menda bir dunyo tok kiryapti-da, bu yoqqa taqsimlanyapti. Ham kirgan ham teng, chiqqan ham teng deyapti hozir qonunda. Shunda bu kirgani, bu taqsimlanganda kamaymidimi demoqchiman shunda. Shuni o'ylab qoldim men hozir. O'zim bilmayman. Kuchlanish kamaymaydi, kuchlanish turaveradi. Faqat tok ham kamaymas kerak. Tok nima? Kuchlanish va iste'molchi. Keyin tok hosil bo'ladi-da. Kuchlanish bor, iste'molchi bor. Keyin tok buni tushunish uchun Birincisini tushunib oldim. Ikkinchi qonunni ayt. Kirgan bilan chiqqan teng ekan. ikkinchi qonun kuchlanishga bog'liq. U ham xuddi shu ma'noda keladi. O'sha elektr sxemadagi kuchlanishning algebraga yig'ilishini deymiz. Yopiq Elektr konduktdagi kuchlanish. Yopiq elektr zanjir nima meni tushuntirib yuboraman? O'sha mana Tugunmi? yopiq elektr zanjir o'sha sxema ishlayapti, yopilgan. Agar ochsangiz uziladi. Masalan, mana lampochka yonyapti, tok kiryapti, ishlayapti-da. Sxema to'liq tuzilganda, tok kuch kiryapti, kuchlanish bor-da bitta. Tok kiryapti va chiqib ketyapti-da. Tok fazadan kirib, noldan chiqib ketadi. Aylanadi tok mana bunday ko'rinishda. O'shanda yopiq kontur bo'ladi, yopilgan bo'ladi sxema. O'shandagi konturdagi yopiq sxemadagi kuchlanish, o'pinchi tushunmadingiz? Yopiq elektr zanjirdagi barcha kuchlanishning algebraik yig'indisi, algebraik yig'indisi nolga teng. Jo'yman tushunmadim. Kursdagi yodlab oldim, nima tushunmadim. Yana nima ekan sen so'ylab. Endi qara, mana shu ikkinchi qonungacha sen quruq yodlab olma tushunma, shuni qanaqadir bir sodda tushuntirish yo'lini bir so'rab ko'rish kerak. Buncha qiymat buni mendan chuk talab qilmaydi. Talab qiladigan yozgan odamga qancha tok xavfli. Hop. Qancha tok xavfli? 220 ham xavfda. Tok bilan kuchlanish farqi bor. Kuchlanishda xavf 36-50 voltgacha o'zgaruvchan tok kuchlanishda 50-36 dan 50 gacha odamning hayoti uchun xavfli hisoblanadi. 220 вообще xavfli hisoblanadi. 220 lekin uni o'ldirish uchun qarshilik yetarlicha bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha qarshilik kam bo'lishi kerak. Keyin masalan bizda ham har kuni asqar aka aytaman, har tez zamonda 220 tok urib turadi deyman-da, urib turadi-da. Lekin u ana chimchilagandek bo'ladi, butun qo'lingizni bunday o'tadi-da. O'zi tok yo'nalishmasdan bo'ladi. Keyin shu 220 mi desam, 220 deydi. Nima deyapsan? O'shanda 220 bo'lsa, bu o'ldiradi degan-ku kitobda desam, asqar aka plus shunaqa kitobda u muhitga ham bog'liqda, o'sha 30 tok odamni o'ldirish uchun u odamni yopishtirib, tok o'ziga tortib oladi, yopishib qolish kerak-da, keyin uzoq vaqt unda qolib ketish kerak. Biz sekundlarda tokni ajrata olamiz. Masalan, qo'limiz uchi tegib ketadi-da. Ziz qilamiz, har tortib olamiz-da. Ushlab qolsangiz, o'sha yetarli kuchlanishda yoki sizga yopishib qolsa tok, o'shanda xavfli bo'lib sizni yuragingiz, masalan, yurakni qarang, anaqa lo'qillatib yuboradi, tasavvur qiling, gurillab urib yuboradi. Mana shu sizga tok ikkita qo'lingizga ishlab qo'y, 220 30 da ishlab qoldingiz-da ikkita qo'lingiz bilan. Yoki mana tok yo'nalishi. Qo'l bilan oyoq, yoki qo'l bilan qo'l. Chunki nega? Yurakdan o'tadi, qarang mana. Qarang. Yurakdan o'tadi. Keyin bunday qilib oyoqdan o'tadi. Yurakdan o'tadi-da, muhimi. Qon tomirlaridan o'tib oyoqdan. Asosan to'kilganda qara, yurak to'kilaydi deyapsan,
Yuragim dukillamadi, ikkita pulsim dukillab ketgan. Shuni ikkita pulsim ding'illab ketganini sezganman. Uncha xavfli narsa emas, lekin o'sha takan nima edi? 0.1 amper insonni hayoti uchun o'sha joydan o'qib oling 100 milliamper xavfli hisoblanadi. Uni anovlari borda, muhtlari 36. Ha, yurib to'kirganda qanday o'zgarish bo'ladi deysan. Tanada mushaklar qisqaradi. Simga tanasi yopishib qolishi mumkin deganlar, qadam kuchlanishi haqida gapirganmiz. Nafasi qanaqa bo'ladi, yuragi urishi qanaqa bo'ladi. Quruq yutib qoldi. Men qadam kuchlanishini o'tgan safar so'raganda 3-gruppaga 4-ga so'ragan. Qadam kuchlanishi degani havo liniyasi, o'sha stalbadagi tok yerga uzilib tushadi-da, sababga ko'ra yerga shamol ta'siridan uzilib yerga tushadi-da, unda tok bor. O'shanda o'sha tushgan joyida siz mana bunaqa qadam shaklida, mana bunday qadam tashlab yoki mana qadam tashlab yursangiz, siz tok uradi-da. Bu oyog'ingizdan kirib, qon tomiridan yurakka borib tok uradi shunda. Unday holatda xavfli qilishga xavfsiz yo'q, tokka yetish. Uni radiusi bor-da, masalan tushdi. O'shani yozganman. Uni radiusi bilan. Masalan 0.4 kilovoltlik mana o'zimiz talbadagi tushsa-da, mana shu o'zimiz talbadagi uzilib yerga tushsa 5 metr masofada, 5-8 metr masofada radius. O'shada ta'siri bor tokda. Ushlamasa ham, keyin 6-10 kilovoltda 8-10 metr. 35 kilovoltda 20 metr. Shuni eslab qolish, umumiy qilib eslab qolsa, o'shanda qanday chiqib ketish kerak? Mayda qadamlar bilan kuchlanish shunda kam bo'ladi-da. Chunki yer massa, yer 0, o'sha tushgan sim fazi bo'lib turgan bo'ladi. Mana shunaqa chiqib ketish kerak ekan. Ya'ni mayda qadamlar bilan o'sha 20 metr masofa bo'lsa, o'sha doiradan sizdan chiqib ketishingiz kerak. Bilib qoldimki, kelib qolsa, mana tashlab qo'ydingiz-a. Qarasangiz tok tushib yotibdi. Siz oyog'ingizni uzmasdan yerdan mana markasiga chiqib ketishingiz kerak. Ha. Chunki agar mana bunday qolsangiz, bu oyog'ingizdan o'tib tok uradi. O'sha qadam kuchlanishi hisoblanadi. Xavfsizlik qoidalari. Shartlar. Tokni bilish kerak-da, qanday oqadi, qayerga oqadi. Men sizga aytdim, tok qarshilik bizga aytganda, ko'p qarshilik kam joyga oqadi. Tushsa, stalba uzib qo'ysa yo'q, stalbada uzadigan joyingizda ham tok bor-da o'zi. Siz o'sha yerdasiz. Da, qarasangiz tok uzilib yerga tushib yotibdi, o'z ustalar yo'q, faqat o'zingiz bor shamol bo'ldi, hozir uzilib tushdi. Siz uzib qo'ya olmaysiz. Siz faqat o'shani chiqib ketib aytishingiz kerak telefon. Shu yerda shunaqa uzilib qoldi deb. Qadam kuchlanishi haqidagi ma'lumotlarimiz shu. Qadam kuchlanishida endi liniyalarini metrini aytsang, 0.4 ga 5-8. 6 keyingisi o'sha oson ekan. 6-10 kvadrat liniyaga 8-10. 8-10 kvadrat qilsan, kvadrat. O'sha metr u. Men adashib yozib qo'ydim. Bo'ldi. O'sha 0.4 ga 8-5 0.4 6-10 уже. Keyingisi 6dan 10 metrgacha bo'lgan masofaga 6-10 ga 8-10 ekan. Oston ekan ham. 5 kvadratda yig'iladi. Maxsus kollej xodimida elektrotexnika qoidalarini bilish. Kuchlanish amper metr. Men sizga birda o'tdik, to'g'rimi? Sizga sun'iy anovda aytdim-a? Birinchi yordam ko'rsatish 6 bo'ldi, 8 bo'ldi. Boshqa guruh xodimlariga anovda o'rgatdim. Ishni hafta bajarish, tashkil etish, nazorat olib borish. 7. Ko'chamasdan Toshkentga. Ko'chish kerak o'sha. Judayam chiqqan. Vazifa dedi. Mana Toshkent deb yozma, Toshkent ko'chasi. Maydaroq yoz. Yana Uchastkadagi sxemalarni bilish. Bunaqani yog'ochdan yasab erkicha chiroyli narsa, bunaqa lisiya narsa qilib o'tiring. Shunaqa haligi ko'rdimda yog'ochdan, endi qimmatdir u. Kitob do'konida ko'rdim. Bunday ham bor, endi bunaqa biz bunday qilsa noqulay, bunday turadigan ham bor ekan. Kitobni qo'yadi-da.
tikka qo'yasiz. Qo'yasan oyoq, yatasan, bitta ko'chiradi. Simdan emasida, biramanda. Zakaz qabul qilindi. Uy va ishxonada qidirib topdim. uy vazifa deb yozdi. Esdan chiqdi. Buni 188 da Toshkentda buni ko'chirib qo'ydi. Yo'q, faqat maydaroq chiroyli. Akang yozuvini qara shunaqa chiroyli. Yani bilishim kerak bo'lgan narsa egallab turgan lavozim hajmida shu qoidalarda, shu qoida topshirishim kerak. Egallab turgan lavozim 3-toifali elektromonteur. 1000 voltgacha hisoblanadi. Tashkil chora-tadbirlar o'sha. Tashkil etish, ularni iste'molga olish. 58 mi? Nega uva deb qo'yding? Rahmat,